Mana ayam ustozimga berasin deb ro'mol berib yubordi. 1-oktyabrga pul bermayman ekan. Baloni yebsan, hamma beradi pul. O'g'il bachchalar 5 mingdan, qizlar 3 mingdan beradi. Olmaningmi? Ayam ustozlaringga yaxshi narsa olinglar dedi. Xursand bo'lar ekan. O'zi shu seni ayangga olyapmiz. Ayang bizning ustozimiz. Ayam aytdi-da. Mayqirlaring nima olamiz o'zi? Bizini nima olayotgan? Va'z olayotgan ekan. Vazang podarkam paslar. Mayqirlaring, undan ko'ra soat olaylik. Har safar ustoz kelib soatga qaraganda biz esiga tushamiz. Ket. Tanib olarmi? Podarkam urat olganmi? Davay biz ham uratamiz. Davay. Shuni urab bering, qancha bo'ladi? 4000 so'm bo'ladi. 4000 deydi? To'g'ri ishla, ha? Qochi. To'xta, 1000 so'm senga, 1000 so'm senga, 3000 menga. Bachchalar so'rasa podarkam 18 millionlik deysiz. Nimaga senga 3000, bizga 1000 so'm? Darsdan keyin kontr boramiz. Jonajon